shoyam ovolam. Hozir bu gruppadaşlar bilan birgalikda Jasur O'zbek filmini tomosha qildik. Nasrulloh ismli yigit noto'g'ri yo'ldan ketdi. O'qishni, maktabni tashlab yubordi. Lekin Jasur ismli yigit maktabni davom ettirdi, yaxshi o'qishlarda o'qidi va vatan xizmati uchun vatan posbonligiga harbiy xizmatga tayyorlandi va yaxshi harbiy xizmatni o'taydigan yigit bo'lib yetdi. Asosiy bundan maqsad kelib chiqyaptiki, shu vatanimizni sevish, ardoqlash va o'zimiz uchun to'g'ri yo'lni tanlashlikni mazmunini kelib chiqyapti. Jasur ismli mard o'g'lonlarimiz ko'p bo'lishini va shu qatorda shuni yo'lidan davom etishimizni ko'rsatib berilyapti.